Dekretdan qaytdingiz, sizga dekretgacha bo'lgan ish joyingizni berishmadi. Bu qanchalik qonuniy? Shunday savol keldi. Homiladorlik va tug'ish ta'tilidan keyin bola parvarishlash ta'tiliga yozdim. 3 yilga yozuvdim, lekin 1 yilda chiqishga sharoitim bo'ldi. Lekin ishga borsam qabul qilishmayapti. Keling shu savolga javob beramiz. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga asosan homiladorlik tug'ish ta'tilida bo'lasizmi, bola parvarishlash ta'tilida bo'lasizmi, siz o'z ish o'rningizni saqlab qolish huquqiga egasiz. Ya'ni siz xohlagan payt ishga qaytgan paytingizda ish beruvchi sizga ish o'rningizni berishga majbur. Bunda shtatingiz qisqarib ketdi yoki yo'q bo'lib ketdi degan javoblar umuman asosli emas. Hattoki sizni shtatingiz qaysidir hujjatga asosan qisqarib ketganda ham yoki tashkilotda qanaqadir boshqa o'zgarishlar sodir bo'lganda ham sizni ish o'rningiz siz uchun saqlab qolinishi va ishga qaytganingizda o'sha ish bilan ta'minlanish huquqiga egasiz. Bunda agar sizni ish o'rningizga boshqa xodim olingan bo'lsa, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi muddatli mehnat shartnomasi bo'ladi va uning muddati sizning ishga qaytguningizga qadar deb belgilangan bo'ladi. Bu degani siz ishga qaytgan kuningiz o'sha xodimni mehnat shartnomasini Mehnat kodeksi 158-moddasiga asosan bekor qilishga asos bo'ladi.